ayol kishi baxtli bo'lishi uchun unga nima kerak? Sevgi, e'tibor, yo oddiy aytganda pul. Hammasi kerak. Hayot shunaqaki, agar bizni hayotimizda nimaiki bor, sevgi bormi, pul bormi, hattoki janjal to'polonlar bormi, hammasini o'ziga yarasha achchiq chuchuk o'rni bor. Xuddiki ovqatimizga tuz, murch, zira qanaqangi bir maza beradi. Shirin bo'lib qolgan, faqat shakar solingan ovqat mazali bo'lmaydi. Agar pul kerak desa, pul ham kerak haqiqatan ham. Yoki o'sha siz aytayotgan mehr muhabbat kerak desa, u ham o'z o'rnida bor. Biz shu kungacha qanaqa holatdagi hislar bilan yashab kelyapmiz? Qanaqangi bir keraksiz deb, misol uchun xiyonat deymiz yoki bo'lmasa hasad deymiz. Bu tuyg'ular ham shu kungacha yashab kelyaptimi? Demak, insoniyatni hayotida o'z o'rniga ega. Uni ham qanaqadir bir bajaradigan vazifasi bor. Shuning uchun agar me'yorni bila olsak, hamma narsada hayotimiz juda ham yaxshi bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Hech bir taraflama aytish mumkin emas. Pulsiz hayot chiroyli bo'ladi yoki puli bo'laversa, mehrsiz, e'tiborsiz hayot chiroyli bo'ladi deya olmayman. Bu aytganimda Hammasi o'z o'rnida. hammasi o'z o'rnida bo'lgani hayotni go'zal qiladi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat.